shunaqangi bir donadan pichoq sovg'asiga, bonusiga, xudo xolasa, esdalikka. Aka-ukalar yaxshi niyatda. Video boshidan yedi ishtilari qanaqa deganlarga birinchi qoringa bo'g'oz, yedi ishtilari, ishtahalari juda moshni. O'zi mol bo'lsa ham aka-ukalar ishtahasi otdi. Xudo xolasa sifatli, yaxshi joyga yetib keldik. Svetimiz o'chib qoldi. Endi shunday bo'lsa ham aka-ukalar videoda nima deydi, boshiga 7 ishtilarni qo'ymasak bo'lmaydi. Oladigan odamga xudo xolasa 7 ishtilari birinchi o'rinda, xudo xolasa qiziq. Aka-ukalar birinchi qoringa bo'g'ozlar, uzoq vaqt 10 yil, 15 yil boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana tavsiyamiz. Like bosinglar, paddeshkada bo'linglar. Sizlar uchun sovuqda ham, qorong'ida ham xudo xolasa xizmatdamiz. Kechki dasturimizga xudo xolasa aka-ukalar nima deydi? Yakshanba kuni dam olib, bozorga chiqib, ovora bo'lib ololmagan aka-ukalarimiz bormi? Mana, sizlar uchun bozordan xudo xolasa arzon yoki qimmat demayman, lekin bozordan 100 talik shvedlarni xudo xolasa originalni, orqa ketlari baland, xudo xolasa bo'g'ozligi tayinlaridan, uzunidan, oq tumshuqlaridan ko'rsatishga davom etamiz. Bir donadan like bosasizlar, paddeshkada bo'lasizlar. Sizlar uchun xudo xolasa beminnat xizmatdamiz. Aka-ukalar, like ayamanglar. Xudo xolasa ishonarli, yaxshi joyga yetib keldik. Andijon viloyati Shahrixon tumani Karnachidan bo'ladi. Shunaqangi sifatli mana 2025-yilda xudo xolasa oldi-mollarni elu xalqqa taqdim qilyapti turgan Nodirbek akamizni, Polvon akamizni xudo xolasa mini fermasiga yetib kelganmiz. 5 dona xudo xolasa ishonarli, yaxshi bo'g'ozlarimiz bor. Like bosinglar, paddeshkada bo'linglar, imkon bo'lsa gruppalarga padlisa qilinglar. Xudo xolasa manaqa o'zini o'zi maqtaydigan shvedni originallaridan. Angus deganga xudo xolasa Angusidan. To'qol kalidan deganlarga mana. Nima deyapti? Xudo xolasa sifati inshaalloh zo'ridan. 2025 mana xudo xolasa tugatyapmiz. Yaxshi niyatda, yaxshi fikrda bo'lganlar kommentariyaga o'z izoh fikrlaringizni qoldiringlar. Like ayamanglar. Xudo xolasa aka-ukalar bu yilda haliga erisha olmagan niyatinglarga yaxshisiga sog' salomatda xudo xolasa erishish nasib qilaversin. Hafta kuniga yakshanba 2025 28-dekabrda sovuq kunda qaynoq videolar Polvon aka bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Dostonbek, alaykum assalom. Sog'ingiz yaxshimi? Charchamasdan, xudo xolasa. Siz bilan hali yil oxirigacha yana ko'rishamiz. Yana ko'rishamiz, xudo xolasa. Yana bir marta, ikki marta ko'rishamiz inshaalloh. Uka, bugun shved bazmi desam bo'ladi. Bittaligi nima deydi, qora to'qoldi. Angusidan. Angus bor, boshqasi shvedlar. Zo'rlari yig'ilib. Shvedlar bazmi deydi, shunaqa. Shved bazmiga. Dostonbek podpischilar, assalomu alaykum. O'zbekistonda musofirdagilar, hammalar tanjonlar sog'mi? Yilni yaxshi yakunlayapsizlarmi? Xudo xolasa chiroyli sinab keldik inshaalloh. Bugun shu taqdim nima deydi? Taqdim qilamiz. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib, yurgizib netalab videoni boshiga o'tishlargacha olib berasiz. Bo'ladi. No'sa mana shu yerdan boshlaymiz, endi kelavering. Xo'p, dastavka yeb ichish sog' salomatligiga. Xo'p, dastavkasi vodiy bo'ylab besplatniy va butun O'zbekistonga dastavkamiz bor, vohalarga kelishilgan holatda pulli. Vodiyga besplatniy. Yemoq, ichmoq tanasi kasalligi bo'lsa, menikiga qaytadi bir hafta sinov. Yashul bilan tarvoqdan tashqari. Ularga bizga ham javob bermayapti, biz ham javob beramiz. O'sha havodan kelgan kasalliklarga. Uka, robga, xudo xolasa. Uka, buni 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik. Jiddiy mehnati bor. Ozgina. Nimaga siz ushalmagan, zagonda yurganda, zagonda. Shu jiddiy nima o'ylab, bunisini aytib ketaman men, bilasiz. Hali aytmagansiz degan gap bo'lmasligi kerak. Sababi molni kamchiligi bo'lsa, kamchiligini aytaman. Nima gap so'z bo'lsa, aytib yoritib ketaman. Endi buni jazosi aka, shu uni qashuv bilan bir 10 kun tarbiyalaydi. 10 kun, mana qarang, mana turibdi manaqalari bilan ham. 10 kun uka, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik uka jonim. Mana aka. Bu tepmaydi, suzmaydi, prosta odamdan ozgina hurkiydi xolos. O'ynaqa. Zagonni moli bu bitta odam qarayotgan zagonga. Aytib ketavering, nechi? Hozir u turib olsin-da. Uka 1.23 ekan. 1.20 pilusiga olsin. Zavatskiy to'qol, ha? Zavatskiy to'qol mana. Mana qarang, Zavatskiy mana bitta narsa yo'q shoqi. Tuxum kalla deydimi? Mana shunaqa. Xudo xolasa tuxum kallasida.
Hozir. Mana bo'zak Bu. aka. Bo'ldi. Xudo xolasa. Bo'zak ishdi. Buni jichchashi mehnati bor. Mehnati bor. Uni ham aytib ketaman ukajon. Idishlari ham zo'r, xudo xolasa ukalar. Bitta yuruvlarni ham ko'rasizki, xudo xolasa. Go'zalliklarni ham bitta ko'ring, xudo xolasa. Mana. Mana yuruvlarni qarang, mana dikkillab boryapti, dikkillab. Zo'r. Yo'q. Mana ukalar. Sifatlari yaxshi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Sifatlari hamma yo'q joyida. Xudo xolasa. Zagonda yurganda uka jichchashinisi bor xolos buni. Bitta mehnati. Endi xudo xolasa aka bunaqa naslligidan so'ragan ko'p. Anguslarni biladi, 90% angus beradi. Keyin zotga tortadigan xudo Xudo xolasa. xolasa shunaqa. Qoni tozasida. Qon tozasiga, xudo xolasa. Bolani ham ustalik beradi inshaalloh. Zo'r. Qani hali zagonda yurgancha muhtashmi? Boylaringda. Nima qilyapti? Mana. Mana ukalar, zo'r. Xo'p, balordim uka. 5 oylik dedingiz. Ha, 5 oylik bo'g'ozga beraman uka. 5 oylik bo'g'oz. O'zlari bor, xudo xolasa. Videolari bor. Ha. Oladigan odamga tashlab beramiz. Shunaqa. Aka-ukalar, bo'ylari, xudo xolasa hamma ma'lumotini aytdik. Endi bitta shu narxida qolyapti, aka. Narxi ham xunajim puliga beraveraman. Yangilar arpasi. puliga. Ha, xudo xolasa. Yangilar arpasi. Nimasi yo'q uka. Xo'p, 21 million kam bor uka. 21 million. Ha, xunajim puliga. Gap yo'q. 21 millionga aka-ukalar. Angusmi, mana. Bo'g'oz. Xudo xolasa. 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik. Gap yo'q. Uka. Endi bu yog'i shved bazmi, aka. Mana bu go'zal nima deya. Oq qo'llar, oq o'zini o'zi maqtaydigan. Ha, shunaqasidan uka. Orqa ketlari, Go'zallari. karobka, mana taylari deganlarga xudo xolasa e'tibor berishlar. Bugungi 3-4 ta molimiz, 2 ta molimiz jichcha aypi. Ozg'in xolos shu. Ozg'in. Ozg'in. Jichcha mehr kerak shu. Dehqonni uyidan chiqqan. Ha, shuda uka. Gap yo'q. Chorvani mollari yo'q. Chorva. Mana bismillahlar hamma yo'q zo'r holatda. Ozgina mehr berishadi. Anaqa. Uka 1.25 ekan. 1.23 plus olsa ham mayli. 1.23. Plusiga 25, 1.23 olmasa olaversin uka. Mana uka buni. Bo'zak ishdi u ham, zo'r. Bo'zakda. Ukaxon, buni qonday bolasini 3 oyga beravering uka. 15 kun ag'bag'i. Xudo xolasa. Endi aka, o'zingiz ham aytyapsiz, ozgina og'riqlar deyapsiz hozir. Aka, 500 ming so'm hisobini olib gapiravering. Xo'p bo'ladi, tushundim men sizni. 500 ming so'mga o'sha bu qanday go'zallik, molni bitta o'zini go'zalligini ko'rib qo'ying uka mana. Xudo xolasa. Hamma zagon yurgan uchun torsizmas yerga qarab ketyapti-da. Bu qarang mana, turuvni. Mana aka, sifatlari, yurish turishlari, mana. oyoq qo'llari, sog'lomligi hamma yo'g'i tiniq holat. Xudo xolasa. Mana aka. Yurgizing-da-chi. Mana. Oma gap yo'q. Uzunligi ham zo'r ekan. Uzunligi ham yo'q. Istagan diyor. Oq tumshuq mana. Savayskiy shved dedim, Savayskiy shvedlardan. Mana. Nima deyapti u? Gap yo'q. Ana gapingizga 500 ming hisobini olyapti. Ashna hisobini olib aytaman aka. Aytasiz. 3 oylik bo'g'oz, 25 masi bo'yi 1.25, 1.23 plusiga olsin, kuragi yo'q uka. Kuragi yo'q. Xudo xolasa. Uka pulga keladigan bo'lsa 23.5 kami bor uka. 24 demoqchi edim. Ana 500 ming aytib 500 ming ketdi. Gapimga javob uka. Ozmoz xayrli qilib beraman uka. 23 million 500 xudo xolasa kami xayri bor. Ashi aytgan 500 mingimizni ham o'tib qo'ydik. Sababi kepay-mepay bu narsa olasizlar xudo xolasa. Bir oyga yetadigan ozuqasi bo'ladi. Endi Dostonbek mana hozirgi kunda hamma biladi, agar transporti bori ham, yo'g'i ham endi bilmagani kam bo'lsa kerak. Mana gazlarimiz yo'q, propanda yuribdi. Mashinalarimiz masalan oldin 400 ming joyga 500-600 mingga boryapti. Lekin dastlabki besplatni deganimiz ketaveramiz. Ketaveradi. Ho benzinda yursin, ho havoda yursin. To'g'ri. U endi sizning muammoingiz bo'lib qoldi. O'shani aytyapman-da. To'g'rimi aka? Qarang uni aka. Aylar nima deyapti endi? Chandillarigacha. Mo savay, mo qarang. Go'zalligini qarang mo. Ana aka. Endi bu molda bitta nimasi bor ukajonim. Nimasi bor? Buni ham bo'g'ozga ham deb beramanmi, qisirga ham deb beraman, gumonga beraman. Gumonga. Bo'g'oz ham deyalaman, qisir ham deyalaman uka. Sabab mol nimada yurgan, yerida asal chiqyapti, terisi yuqqa, teshitilgan yo'q. Teshitilmadi. Ha.
Shuning uchun gumonga olsin. Necha Shuning oylik uchun chiqishi agar bu mumkin chiqib qolsa? endi chiqib qolsa 1 oylik chiqishi, 1 oy, 2 oy chiqishi mumkin chiqib qolsa. Chiqmasa chiqmasligi ham mumkin. Agar bu chista bo'g'ozi aniq bo'lgan bo'lsa 5 million 4 million plyusda gapiriladi. 1 oylik bo'lib qolsa ham. Ha, menda unaqa narsa yo'q. Mana shu gumonni narxida aytiladi uka. Siz gumonga oldingiz, gumonga sotasiz. Gumonga. Tekshirgan vaqtingiz bo'lmadimi shunda? Yo'q uka. Mana ukalar. Tayinni bitta ko'rsatib beringlar, to'g'ri. Mana ukalar. Ostiga chandiran tashab qo'yganda Dostonbek. Bitta yurgizing ko'rnimi? Hozir. Tayinimi? Aha, tayin. Mo'qaring. Mana, mo'qaring. Zo'r. Do'ppi soppagan. Do'ppida bor. Mo'qaring. Chiroyligini qarang. O'z nima deysiz aka, bir alomatlari bormi? Mana men asal chiqyapti. Asal chiqyapti. Misol endi bitimasi. Bu terisi yukqa qorin tashab qo'ygan shu. Shuning. Ha. Endi masalan ertaga chiqmay qolsa, haligi gaplar tildan ushlash boshqa narsa bo'lmasin. Gumonga sotaman. Buni misol men bu doktor emasman. Prosta biz haligi ozgina alomatlarni aytib ketyapmiz. Shu. Uka. To'g'ri. Xudo xolasa, ammo go'zal mol. Agar mana shu mol misol bo'g'oz bo'lsa, puliga 4 million 5 million qo'shildi xudoyim berib. Agar buni bo'g'oz qilib olsa ham yaxshi pulga qo'shiladi. Zo'r. Endi qisir narxini aytasiz ekanda, demak. O'shanaqa, xuddi shunday. Stakan tuyoq 4 son sifatli. Shvedni xudo xolasa xotirjami. Uka 126 ekan, 125 plyusiga olsin. Mana turishini qarang, hamma yo'q. Zo'r. Oqtim sho'lardan, ha. Xudo xolasa. Mana kuray endi buzibdi. Endi buzibdi, hali bunga chiqarmabdi. Endi buzibdi uka. Xudo xolasa bir yana go'zal ekan. Hamma yo'q joyida. Molni o'zi svetiga, go'zalligiga qiziqib oldim. Gapni ochig'ini aytaveray uka. Endi misol borda shunaqa qiziqayotganlar, mendan qiziqayotganlari bor, Dostonbek. Xudo xolasa, men qarang. Mana. Nima deyapti mana? Men qarang, nima deyapti? Men qarang. Stokalari ham zo'r ekan aka. Haqiqatda havasga boqadigan. Endi buni aka mol baqib ishqibozlar tushunadi. O'shnaqa. O'shnaqa uka. Men qarang. Mana, bismillah. Buning mana aqqa bitta. Mana. O, mana. Nima deyapti bu aka ukalar? Sifatlari zo'ridan xudo xolasa. Yaxshi aka. Xudo xolasa zo'r. Uzunligi sifati yaxshi aka-ukalar. 2 oylik gumonda deyilyapti. 2 kuray endi chiqishni boshlagan. Hali chiqarmagan. Aytdik 127 chiqdimi, ne chiqdi? 126, 125 plyus yo'laversin. 25 plyusda. Xudo xolasa o'shaqa. Ha, nimasi ham? Zo'r. Aka, pulini ayting endi. Xo'p. Uka, mashina bo'g'oz, chista aniq bo'g'ozi bo'lsa-da 28, 30, misol 29 yil. Menga u narsa kerak emas uka. Uka, 22,5 kam bor. 22,5 kami bor. Qisirdi narxida uka. Gap. 22,5. Yana kelishadigan joyi bor. Xudo xolasa aka-ukalar ko'rib bilib aloqaga chiqaverasizlar. Qoldi uka. 22,5 dan. Ha, xudo xolasa. Zo'r. Uni ajini puliga. Uka, mana qarang. 2 million 500. Xudo xolasa puliga arziydigan. O ko'tini qarang mana. Oyoqlarini, uzunligi ham gazlina. Hamma yo'q. Go'zallik. Istagan tuyoq. Orqa ketlari yaxshi, xudo xolasa. Uka, bo'g'ozligi 5,5 oylik. 5 oyga hisoblasa ham mayli uka. Aha. Sizlar men o'zim qo'ymaganman, o'zi ichida gapirib, borada plus minus bo'ladi-da baribir. Xo'p. Bo'ylari deganga necha? Hozir. Ular asa qorni ochibdi, metrda ham yomon qorni ochib tushanavering. Uka, 125 ekan, 123 plus yozsin. 123 plyusga. Ha, mana. Gap yo'q. Bundan ham baland ekan-ku. Hali bo'y muhim emas, u molni. To'g'ri. Sortiga olishaveradi. 5 oylik bo'g'ozga beraman. Sortiga sifatiga olishaveradi. Keyin kurayni bitta ko'raylik, bismillah. Ana olmasam qani. Bu ham bo'zakchi ekan. Bo'zakchi ekan. Bo'zakchi. Go'zal ekan bu. Xudo xolasa, kamchiligi yo'q ekan Dostonbek, xudo xolasa. O'zi aka, haligi sizga 4 kuraylik mol kelmay ham qo'ydi shekilli, ha? Ha, ammo bitta joyda olib qo'yganman. Onda sonda bitta klasini olib qo'yganman. O'ziga yoqib qolsa, xudo xolasa. Olib qo'yganman, keyingi nimamizga nasib qilib qolsa syomkamizga qo'yaman. Xudo xolasa. Uni. Uyda olib chiqqanman, olib qo'yganman. Yangi yilgacha bir qo'yamizmi endi addenni aka yangi yil bayramiga? Xudo xolasa mana. Vo. Mana, qarang. Mana. Ketishini qarang buni.
Gerdayib yuradi o'zi ham. Bu molni haligi birov kasal ham demaydi, bu turishiga qarang aka. Otyapti tepaga qarab o'zini. Sifati yaxshi, xudo xolasa. Go'zal. Xo'p, necha oylikka beraman dedingiz? 4,5 oyga beraman-ku, xudo xolasa. 4,5 oy. Olingan kundan xudo xolasa. Bu qarang, yuruvini qarang mana. Mana yuruvini qarang. Dikkilaveradi, mana. Zo'r. Xo'p, aka endi pulini ham ayting, yaqin qilib. Xo'p. Tak. Uka. 24,5 kami bor ukajon. 24,5. Ha. Xudo xayr beraman, ha. Yaxshi, xudo xolasa narxlar aka-ukalar yengil. Ha, xudo xolasa narxlar o'ta yengil, o'ta chiroyli, mo'tadil, xudo xolasa uka. Mo'tadil. Bu 4-molimiz bo'lyapti. Xudo xolasa 3-shvetimiz. Birinchisiga Angus qo'ydik aka-ukalar. Endi mana 5-molimizga o'tdik. Xudo xolasa. O'zi ham kallasi qonni ochib qo'yganiga tashlayapti. Uka, mana 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik. Ha. 1 oy mehnat qolgan xudo xolasa. Yelinlarni olib qo'yishni nima qilaman? Bitta uzunligini olib qo'y, yelinlarni olib qo'y. Ostidan uzun. Mana aka-ukalar. 7,5 oyga hisoblayveraylik uka. Qanchaga? 7,5 oyga. 8 oylik lekin 7,5 oyga hisoblab 40 kun, 45 kun deylik. Aka, qolgan kunni. Uni qarang, mana. Ha, o'tchi tortinchoq ekan-a? Uyatchoq ekan. Kameradan qo'yaptimi? Mana. Ostini qarang mana. Zo'r, bo'ladi. Ular nimalari ham mana, so'skalari ham mana. Yuvoshlari. Yuvoshlari yaxshi, xudo Xudo xolasa. xolasa. Xo'p. Mashina aytma, jichchi ozg'in deb mashina. Shuni o'zing. Ha, jichchi ozg'in. Bitta shuni o'ziga qolganlarga ham 500 dan shu vardingiz. Shu ordimi mashinaga? Hashta. Men film bilasiz-ku. Mot tepyapti. Ah, Tak. endi to'g'ri turdi. Nechaki? Hop. 127, 125 pilusiga olsin. 125. Ha, 125 pilusiga olsin. Pilusga xudo xolasa. Ko'rani bitta ko'raylik-ku. Mana. Nechta ekan? 4 dona. 4 dona ekan uka. Tutdi. Chu. Xo'p, yurish-turishlar, Mana. oyoq qo'llari deganlarga mana. Gap yo'q. Mana. Xudo xolasa yaxshi mana. Turuvlarni ham bitta ko'ring. Mana. Ozgina shu mehr kerak ekan xolasa, xudo xolasa. Xudo xola. Ha, joyiga Buncha mehnatini ham qilishib oladi. Ya, xudo xolasa mehnatiga o'tib beraman. Zo'r. Xudo xolasa mehnatiga o'tib beraman. Mana. Bo'ladi aka. Xo'p, bo'ylarini, ma'lumotlarini aytdik. Bo'yi 127 ekan uka, 125 pilusiga olsin uka. 125 pilus. Kuragi 3 tami yo 4 ta ko'rdim. 4 ta, Ha. 7,5 oylikka bo'g'ozga beraman, 8 oylik o'zi. 7,5 oy, 8 oy. Ha. 8 oylik 7,5 oyga beraman uka. Mana fermadan chiqqan sirg'alarigacha bor uka. Bo'ylavering aka. Xudo xolasa. Mana, uzunligi ham zo'r ekan, gazli narsa ekan. Вообще jichcha et talab bo'lib qolsa uka, Ozgina. yaltiraveradi mo. Mana aka. Jichcha kunjar yalatib, Aha. nima qilib bersa yaltirab tashlaydi uka. Nimaga tepaga osib qo'yasizlar deganlarga mana ko'ryapsizlar. Xo'p, aka, pulini ayting endi. Xo'p. Uka 26 aytmoqchi edim. Aha. Menga 26 kerak emas. 25 ham kerak emas. Ashli obunachilaringiz 25 kami bor. 25. Akanasi ulgurdikmi? Ulgudi. Svet o'chib qoldi. Seda tushib oldi. Yana kamini bo'lsa ko'rib nima qilaveradi. Gap yo'q. 25 kam bor uka. 25 kam bor. Endi aka imkon darajasida endi haligi fonar yag'i bo'lsa ham yeb ishlarni Bo'laveradi. ko'rsatib qo'yamiz. Xudo xolasa aka-ukalar, qorong'i kunda ham mana sizlar uchun, sovuq kunda ham mehnatdamiz. Mehnatni munosib qadrlab, bir donadan laykni bosib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa olganga ham uka olganga ham sotganga Alloh baraka bersin. Ishimizni xayrli qilsin. Suyetimiz o'tsa ham, boshqa bo'lsa ham harakat qilyapmiz. Patishlar, shu kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Shu ma'lumot berayotganda adashmovchiliklar, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Yemoqchimoni bosh yetib ko'rsatib qo'yiblar. Bittadan like bosib qo'ysin, xudo xolasa. Like bosishadi, podeshkada bo'lishadi. Podeshka bo'lishadi. Zo'r, ketdi mana.